Assalomu alaykum, qadrli o'quvchilar, hurmatli bo'lajak talabalar. Demak, sizlar bilan biologiya darsligi bo'yicha mavzular bayonini davom etamiz va sizlar bilan bugungi tanishtiradigan mavzuyimiz nuklein kislotalar mavzusi bo'yicha bo'ladi va uning turi hisoblangan DNK molekulasi bo'yicha gaplashib ketamiz. Dastlab nuklein kislotalarning kelib chiqishi bo'yicha qisqacha ma'lumot berib ketadigan bo'lsak, demak, nuklein kislotalar birinchi bo'lib 1869-yilda Friedrix Misher degan olim tomonidan leykositni, ya'ni oq qon tanachalarini yadrosida ajratib olingan. Shuning uchun ham nuklein kislota so'zi nukleus so'zidan olingan bo'lib, yadro degan ma'noni bildiradi. O'sha leykosit yadrosidan ajratib olinganligi uchun. Tarkibida esa fosfat kislota qoldig'i bo'lganligi uchun biz unga kislota qo'shimchasini qo'shishimiz mumkin bo'ladi. Bu qisqacha tarix hisoblanadi. Nuklein kislotalarning ikki xil turi mavjud, DNK hamda RNK turi mavjud bo'ladi va sizlar bilan dastlab DNK turi bo'yicha gaplashib ketamiz. Demak, DNK molekulasi. DNK molekulasi asosan prokariot organizmlarda halqasimon shaklda, evkariot organizmlarda esa ko'rib turganingizdek, demak, spiral shaklda joylashgan bo'ladi. DNK molekulasi polimer modda bo'lganligi uchun u monomerdan tashkil topgan bo'ladi va nuklein kislotaning monomeri bu demak nukleotiddan tashkil topgan bo'ladi. Demak, nuklein kislota monomeri nukleotiddan iborat bo'ladi. Hop, dastlab nukleotidlar tarkibi bo'yicha ko'rib ketadigan bo'lsak, demak, nukleotid tarkibida 3 ta tarkibiy qism mavjud bo'ladi. Ya'ni birinchisi dezoksiriboza pentozalardan, ikkinchisi esa fosfat kislota qoldig'i, uchinchisi esa demak azot asoslaridan adenin, guanin, sitozin hamda timindan tashkil topgan bo'ladi. Dastlab shularni ko'rinish bo'yicha ko'rib ketamiz. DNK molekulasini tarkibi bo'yicha ko'ramiz dastlab sizlar bilan. Demak, mana DNKni hosil qiladigan nukleotidlarning tarkibi bo'yicha ko'rsak, demak, birinchi tanishtiradigan tuzilmamiz bu demak dezoksiriboza molekulasi bo'ladi. Dezoksiriboza molekulasi. Dezoksiriboza pentozalar guruhiga kiritiladi va aynan DNK molekulasining nomlanishi mana shu dezoksiriboza bilan bog'liq. Ya'ni dezoksiribonuklein kislota degan so'z shundan kelib chiqqan bo'ladi. Nomlash shundan bog'liq bo'ladi. Pentozalar bo'ladi. Keyingisi esa demak azot asoslari, ikkinchi tuzilmasi mana azot asoslari. Azot asoslari ikkita guruhga bo'lib o'rganiladi. DNK molekulasining hosil bo'lishi aynan mana shu nukleotidlarni bir-biri bilan komplementar kelishiga bog'liq bo'ladi. Ya'ni DNK molekulasini hosil qilishi ikki xil asos ishtirok etadi. Ya'ni birinchisi demak purin asosi, ikkinchisi esa pirimidin asosidan tashkil topgan bo'ladi. Purin asoslari demak ko'rib turganingizdek adenin hamda guanindan tashkil topgan bo'ladi. Pirimidin asosi esa sitozin hamda timindan tashkil topgan bo'ladi. Bu azot asoslari bo'ladi. Aynan nukleotidlar bir-biridan mana shu azot asosiga ko'ra bir-biridan farq qilib ketadi. Unga ko'ra biz 4 nukleotidni farqlaymiz. Adeninli, guaninli, sitozinli hamda timinli nukleotiddan tashkil topgan bo'ladi. RNKda timin o'rniga uracsiz joylashgan bo'ladi. Uchinchi tuzilmasi esa bu demak fosfat kislota qoldig'i hisoblanadi. Mana fosfat kislota qoldig'i aynan darsi boshida aytib ketganimizdek, nuklein kislotalariga kislota degan qo'shimcha aynan mana shu fosfat guruhi hisobiga amalga oshadi. Mana shu nukleotidlarning tuzilishi bo'ladi. Demak, bizda bitta nukleotidning massasi o'rtacha demak 345 daltonga to'g'ri keladi. O'zgarmas tuzilma hisoblanadi. Shu bilan belgilab beriladi. Hop, undan keyingi tuzilma esa tanishtiradigan qismimiz esa bu DNK tarkibidagi kimyoviy bog'lar bo'yicha gaplashib ketamiz. Demak, hozir darsda bayon etib ketganimizdek, DNK molekulasini hosil bo'lishida ikki xil asos ishtirok etadi. Purin asosi hamda pirimidin asosidan tashkil topgan bo'ladi. Demak, purin asosiga demak mana purin asosiga adenin hamda guanin tashkil qiladi. Pirimidin asosiga esa timin va sitozin tashkil topadi. Aynan DNK tarkibida qanday kimyoviy bog'lar mavjud? Purin asosi, ya'ni adenin bilan guanin o'rtasida fosfodiefer bog' bo'ladi. Ikkita nukleotid o'rtasida bitta fosfodiefer bog'dan tashkil topgan bo'ladi. Pirimidin asosi timin hamda sitozindan tashkil topgan, uni o'rtasida ham fosfodiefer bog'dan iborat bo'ladi va bularda ham ikkita nukleotid o'rtasida bitta
fosfodifir bog'dan tashkil topgan bo'ladi. Ya'ni qisqacha qilib aytadigan bo'lsak, ikkita nukleotid o'rtasida bitta fosfodifir bog' bo'lib, bittaga farq qilib ketadi, yasholta bo'ladi. Endi DNA qo'z zanjirining hosil bo'lishi purin asosi bilan pirimidin asosini komplementarligiga bog'liq bo'ladi. Demak, bunda ko'rishingiz mumkin. Purin asosidan adenin ishtirok etadigan bo'lsa, pirimidin asosidan timin ishtirok etadi va qo'z zanjiri tarkibida ikkita vodorod orqali birikadi. Demak, mana shu chizmaga e'tibor beramiz mana. Bu birinchi zanjir, bu ikkinchi zanjir bo'lsa, bir zanjirda demak adenin bo'lsa, ikkinchi zanjirda timindan tashkil topgan bo'ladi. Va bular o'rtasida ikkita vodorod bog'dan tashkil topgan bo'ladi. Keyin esa guanin va sitozin, ya'ni purin asosidan guanin, pirimidin asosidan sitozindan iborat bo'ladi. Mana guanin hamda sitozin va bularning o'rtasida 3 ta vodorod bog'dan tashkil topgan bo'ladi. Ya'ni qisqa qilib aytadigan bo'lsak, DNK tarkibida ikki xil kimyoviy bog' mavjud bo'lib, purin asosi o'rtasida yoki pirimidin asosi o'rtasida fosfodifir bog' bo'ladi. Purin va pirimidin asosi o'rtasida esa vodorod bog'dan tashkil topgan bo'ladi. Mana shu tuzilmaga ega bo'ladi bularda. Xo'p, keyingi tushuntiradigan narsamiz, demak, DNK molekulasining chizmasiga e'tibor beramiz. Mana chizmaga e'tibor beramiz. E'tibor bergan bo'lsak, bunda diametr berilgan DNK molekulasi qalinligi. Ko'pchilik demak 0.34 nanometr DNK qo'z zanjiri o'rtasidagi masofa deb o'ylaydi, lekin bu xato tushuncha hisoblanadi. Demak, e'tibor beradigan bo'lsak, mana DNK ni bir zanjiri va DNK ni mana ikkinchi zanjiri bo'ladigan bo'lsak, hop, adenin bilan timin, guanin bilan sitozin deb oladigan bo'lsak, 0.34 nanometr bu demak fosfodifir bog' orasidagi masofa hisoblanadi. Mana shu o'rtasidagi masofa 0.34 nanometrga teng bo'ladi. Yoki angstromda 3.4 angstrom bilan belgilab beriladi. Endi qalinlikda oladigan bo'lsa, ya'ni adenin bilan timin o'rtasida mana, ya'ni vodorod bog' hisobida bo'ladi. Uning masofasi 2 nanometrga teng bo'ladi. Demak, shu orqali ajratib olsak bo'laveradi ekan. E'tibor beradigan bo'lsak, mana diametri 2 nanometr bilan belgilab beriladi mana. Xo'p, va spiralning bitta o'ramasida mana e'tibor berishingiz mumkin. Ma'lumotlardan berib ketilgan 10 juft nukleotiddan tashkil topgan bo'lib, ular orasidagi masofa demak 3.4 nanometrga teng bo'ladi. Keyingi tushuntiradigan narsa esa bu, mana bu e'tibor bersangiz 5 shtrix hamda 3 shtrixdan iborat bo'ladi. Shuni tushuntirib ketaylik. Xo'p, 5 shtrix nima-yu, 3 shtrix nima? Demak, chizmaga e'tibor beramiz. Mana shu holatda oladigan bo'lsak, DNK molekulasida. Xo'p, hammamizga ma'lum, DNK molekulasida pentozalardan dezoksiribozadan tashkil topgan bo'ladi va unda 5 ta uglerod bo'ladi. Birinchi, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi va beshinchi. Birinchi, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi, beshinchi bo'ladi. Xo'p, 5 shtrix bu nima degani? Agar DNK tarkibidagi fosfat kislota qoldig'i mana bu demak 1, 2, 3, 4, 5 deb raqamlab oladigan bo'lsak, agar DNK tarkibidagi fosfat kislota qoldig'i mana bu 5-uglerod atomiga birikadigan bo'lsa, fosfat kislota qoldig'i bu 5 shtrix deb nomlanadi. Agar fosfat kislota mana 3-uglerod atomiga birikadigan bo'lsa, bu 3 shtrix deb ataladi. Demak, shundan kelib chiqqan bo'ladi. DNK molekulasi esa e'tibor bersangiz, bir zanjirda 5 shtrix bo'lsa, uni qarama-qarshi 3 shtrixga to'g'ri keladi. Ya'ni bular antiparallel hisoblanadi. Parallel emas. Parallel bo'lsa 5 ga 5 yoki 3 ga 3 to'g'ri kelishi kerak. Bir-biriga antiparallel bo'lganligi uchun bular spirallashib qo'z zanjirini hosil qilishi mumkin bo'ladi. Demak, mana shu DNK. Bu DNK ning qo'z zanjir spiralligi 1953-yilda Watson va Crick tomonidan aniqlangan bo'lsa, uning fazoviy strukturasi esa Wilkins tomonidan aniqlab berilgan. Aynan mana shu komplementarlik asosida DNK molekulasini tuzilishini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Demak, xayr salomat bo'linglar. Bundan qiziqlari hali oldinda.